Bu videom hech qanaqa bir fake yoki boshqa vahima sifatida o'tkaziladigan narsa emas. Bu narsani biz faqat o'zbekchasini o'zimiz sodda tilda tushuntirishga harakat qildik. Biron bir yomon oqibatlarga olib keladigan holatlarga biz javob bermaymiz. Biz faqat qonunda 826-postanovleniyani yoki undan oldingi qonunda shunchaki tarjima qilib aytib beryapmiz. Yana bu tagi vahima qilding yoki mana sen uy olding, nega bizga uy olmaysan yoki xullas shunaqa miya yetmaydigan, miyasida ishlamaydigan gaplarni kommentariyga yozmang azizlar. Bundan ko'ra tinchgina chiqib keta qoling. Men asabim bunga buzilmaydi. Faqat sizni ertaga u yoqqa borganimizda menga o'sha savobingizdan berishingizni qizg'aning xolos. Agar jalka bo'lmasa, пожалуйста. Shunday demasam bo'lmaydi. Bir xil isqirtlar bor, har narsa deydigan. Men ularni jalka ko'raman. Shu ertaga ularning tekin savoblarini olishga ham bir uyalaman-da, to'g'risi. Biz xizmatimiz xalqimiz uchun. Aldanib qolmaslik, xalqimiz planli bo'lsin, nima bo'lsin degan niyatimiz bor. Shu uy oladiganlar buni ko'rsatsangiz, hatto foydalisi like ham so'ramayman. Boshqa videolarni so'rayman. Bunaqa videolarda so'ramayman, chunki bularning o'zi yaxshi nima bo'ladi. Ahvat oladi deydi-ku. Atak azizlar, meni kim kuzatayotgan bo'lsa, samimiyman. Tushunmagan narsam tushunmagandirman yoki tushuntirib bera olmagandirman. Shunaqa sal anqov dovdirroqgina bolamiz o'zi. Videoning davomini ko'raverasiz. Azizlar, Rossiya territoriyasida assalomu alaykum. Uy oformil qilgan paytingizda mana shunaqa ikkita varaq orqasida pechati bilan beradi. Masalan, bu zdanyaniki, mana zdanyaniki nimalari, uchastiklarni ham qo'yib nima qiladi. Bu zdanyaniki bo'ladi va bu joyga yozib qo'yadi zdaniya deb. Bu yerga o'zingiz danliklaringizni kirgizib sizga varaqni beradi. Keyin MFC dan oformil qilsangiz. Keyin xuddi yana shunaqa varaqning ikkinchisini beradi. Unda esa земельный участок degan qog'oz bo'ladi. U endi sizga pashti kerak bo'lmaydi, har doim uyingizda turadi. Registratsiya uchun faqat zdaniya deganini olib olasiz, bo'ldi. Registratsiya qilishda. Endi sizga mana shunaqa ikkita varaq beradi. Chiroyli qilib uyga olib qo'yadigan bo'lsangiz, oldingiday собственный degan mana shunday, bu ham собственник, право на собственность. Nimada o'zgargan anchadan beri qonunchilikda qaranglar, chiroyli tonki joyi bor-da, biz e'tibor bermaydigan joyi bor. Buni men ham oldin e'tibor bermaganman. Endi o'shani ichiga kirayotgandan keyin yuridik terminlarda shaxsiy mulk degan narsa собственность deb yozilgan bo'ladi. Masalan, olayotganingizda ko'rasiz, mana shunday sariq qog'ozga свидетельство deb yozib qo'yadi. Собственность degan. Endi hozir siz oladigan narsangiz право на собственность bo'ladi. Tushunyapsizmi? Endi davlatga bir nima gapirishda emas, bu sizni o'sha yerda ishlatish uchun собственность, право на собственность bo'lyapti. Oldingiz. Formulovkani tushunishimiz kerak. Endi yer va zdaniya alohida bo'ladi. Masalan, 15 sotlik yoki 40 sotlik uchastkaga земельный участок deb yozilgan bo'ladi. Qog'ozga, A4 qog'ozga земельный участок deb danlilar kirgizgan bo'ladi, pechat urib beradi. Va yana bitta qog'ozga zdaniya deb yoziladi. Bu zdaniyaniki yoziladi. O'sha 40 sotlikning ichida zdaniya alohida qo'yib beradi, ikkita qog'oz. Buni nimaga aytyapman? 1-martdan eslaringizda bo'lsa, 25-yildan boshlab dachalarda земельный участкlarni, ishlatilmayotgan земельный участкlar, заброшенный uylarni izmat qilish haqida qonun chiqqan edi. Adashmasam, nechinchi adashmay hozir ko'rmadim, aytmay. O'shani men video qilib chiqarganman. Ikkitami video qilib 1-martdan fevral oxirida chiqarganman. O'sha videoni ko'rasangiz podrobno aytganman. Hozir 31-mayda правительство постановленияsi orqali Mishustinning qo'l qo'ydi. 2-iyunda tasdiqlandi deydi. Men boya konsultantda o'qib qoldim-da, yedim to'xta, sразу buni chiroyli qilib o'qib chiqdim qonunda. Xullas, boyagi 1-martdan boshlangan federal zakonga, qabul qilingan federal zakonga endi правительство ham ускорение qilish uchun Mishustin qo'l qo'ydi.
1-sentyabrdan eng tanqis joyini o'qidimda men. Kulchovoy joyi 1-sentyabrdan oldingi 1-martdagi bo'lgan qonunda tezlashtirish 31-yilgacha tezlashtirish deyilgan. Endi razberat qiladigan bo'lsa, qonunda shunday chiroyli terminlar ishlatilganki, siz uni tushunmaysiz. Bunday o'qisangiz bu hech narsa demagan-ku, to'g'ri deysiz, lekin uni turli xil yuristlarning razborlari bor. O'qisangiz va tushunib yetasiz. Sekin-sekin biz shu tarafga qarab ketyapmiz-ku. Mana shu terminlarni o'zbekchasiga chiroyli qilib yetkazish maqsadim. Bizning xalqimizga, ya'ni men tushungan odamlarga. U yerda zemelniy uchastklar deyilgan, SNTlar deyilgan, ONTlar deyilgan. Tushunyapsizmi? Boyagi videoning boshida zemelniy uchastik degan joy, ana o'sha yerda termin bu deyapti, uylarga emas, bu uylarga tegishilmaydi deyapti. To'g'ri, uy esa zdaniya deyiladi. Sizning shaxsiy mulkingiz bu uyingiz. Zemelniy uchastik ham uyingiz, sizniki. Ammo zemelniy uchastik degan alohida qog'ozingiz bor. Qonunda esa zemelniy uchastiklarning 50% dan oshig'i zasareniya deyapti yoki bo'lmasa ishlatilmayotgan bo'lsa, haydalmagan, obrobotka qilinmagan va 50% dan ortig'ida 1 metrdan ortiq musorlar, o'tlar o'sib ketgan bo'lsa, zabroshniy holatga kelgan bo'lsa, zdaniya haqida emas, hozir zemelniy uchastik haqida ketyapti gap. O'shanday naseleniy punktlarning yonidagi dachalar, SNTlar, ONTlar va zemelniy uchastiklar deyapti. Bu haligi nima deyapti? Bu olma emas, lekin olma deganday. Qonunchilikda ana igroslov bo'lyapti-da. Bilmaysizki qaysi uchastikda aytayotganini. U yerda qaysidir bir yuristlar yo'q, bu SNTlarga tegishli faqat deyapti. Qaysidirlar yo'q, bu uylar ham kiradi deyapti. Lekin qonun chiqdi. Постановление ускоренияsi chiqdi. 31-yilgacha mana shu 6 yil mobaynida, 6-7 yil mobaynida tezkor ko'rib chiqish kerak. Federal zakon bo'yicha aslida siz prava собственный bo'lganingiz keyin 35-mi nima bo'yicha, kodeksmi nima bo'yicha siz prava собственныйingizni обжаловать qilishingiz, u sizda hech kim olib qo'yishga haqqi yo'q, lekin sudning постановленияsi orqali sizga undan oldin 2-3 marta уведомление berib, shtraf qo'ygandan keyingina sud orqali olib qo'yishga haqqi bor. Hozir qonunda shunaqa chiroyli qilib keldi. Bir tarafdan aytasiz, qo'shnim uyi rasvos chiqib yotibdi, musor, постоянно musor, kalamush bosib yotibdi yoki boshqa bosib yotibdi. Nega men ozor chekishim mumkin deysiz. Bir tarafdan sizning ham haqqingiz, agar uyingizni yoki dachangizni постоянно ухаживать qiladigan bo'lsangiz, SNTni, hozir ko'pchilik SNTni ejiga aylantirib yashab nima qilyapti, yoki SNT nomaqomida qolsa ham собственностьga o'tkazib, privatizatsiya qilib, tilim kelmay qoladi shu video qilgan paytimda ko'p tilim kelmaydi mana shunaqa terminlarga. Biz bir deganda video qilamizda shu bilan tashab qo'yamiz. U haliga qayta video qilib nima qilish yo'q. Shuning uchun uzr so'raymiz. Prava собственностьga olganingizdan keyin SNTga ham registratsiya qo'ysangiz bo'ladi agar uyingiz bo'lsa. Hozir qonun nima deyapti? Oldingmi 3 yildan 7 yilgacha zdaniya qurda, uyni qurda, registratsiyaga qo'yadigan jilish помещение qildi, undan keyin nalog to'la deyapti. U yerda tverdo отходlarga deyapti, bu bizning nimamizda musor xullas, axlatni to'lash kerak. Agar axlat shu uchastigingizda yarim qulagan zdaniya yoki oynasi singan zdaniya, ishlatishga yaroqli zdaniya. Men videoyim bor, bundan oldingi videoyim bor, uy oldim degan, 50 minglik uy oldim degan. O'sha holat meni hozir tozalayapmiz, u yerlarni tozalab chiroyli qilamiz. O'shada u holatda boyagiday o'rmon yoqasida tashab ketilgan, hech kim qaramayotgan va siz ham olganingizdan keyin uni hali qaraysizmi, yo'qmi? Yon atrofingizda hech kim yo'q. Shunaqa odam yo'q joydan bo'lib qolsa, balki o'sha masalan shunday qishloqlar borda, nima katta federal назначение o'tadigan joy bo'lishi mumkin. Kelajak biz siz gosplanni bilmaysiz-ku. U yerdan temir yo'l o'tish plan qilayotgan bo'lishi mumkin. U yerdan katta yo'l o'tish plan qilayotgan bo'lishi mumkin. Yoki
o'sha qishloqlarda yonida o'zera boshqa bo'ladigan bo'lsa, qaysidir boy u yerda turistik zona qilmoqchi bo'layotgan bo'lishi mumkin. O'rmon yoqalarida bir hozir nima deyapti? Havoning yonida nimalar qiladi-ku, chiroyli dam oladigan maskanlar. Shunaqa qilish plani bordir. O'sha butun qishloqni go'sproyekt orqali kimlardir olgan bo'lishi mumkin. Agar qishloqda sizdan boshqa hech kim bo'lmasa yoki ikkita uchta bo'ladigan bo'lsa, bu sizni ikkita uchta shtraf bilan ko'mib uyingizni ham yoki senti bo'lsa, dachasi bo'lsa, uni ham olib qo'yishi hech gap emas. Tushunyapsizlarmi azizlar? Nima deyapti? Qonun uchastiging bormi? 1 metrdan o'tlarni o'sishini oshirib yorma. Videoyimda ko'rsatganman qanday bo'ladi 1 metrlik. Bir pasda o'sib ketadi. Yiliga 3 marta, 2 marta o'rasiz kerak kamida. Zdaniyang bo'lsa, zdaniyangni jiloy holatiga keltir. Musullardan qarz qilma, musullardan to'la. Mana shu narsalarni qilmasangiz, yerni obrobotka qilib tur, hayda yoki moling bo'lsa, moling boqib tur. O'sha narsalarni qilmasang, senga shtraf solaman deyapti. Shtraf solganimdan keyin уведомление gosslugingizga jo'natadi. Siz uni 1 yilning orasida qaysi ma'noda kelgan shtrafingizni to'lab 20 ming atrofida shtraf bo'ladi. Yoki bo'lmasa 1,5% nimasining kadastr qiymatingizni 1,5% shtraf solinadi va u agar 20 ming yetmagan bo'lsa 20 ming atrofida solish kerak fiziki odamlardan. Yuridik оформление qilingan joy bo'ladigan bo'lsa, ularga 400 ming atrofida shtraf deyilgan. Endi hali hech kim bilmaydi qachon qanaqa shtraf solish. Shtraflar bilasizlar, boshida shtraf hech qachon orqaga qaytish qiyin bo'ladi. Обжаловать qilish mumkin deyapti. U 3 yildan 7 yilgacha обжаловать qilib qonunda sudda yutib chiqishingiz mumkin. Ammo uga qancha pul ketadi, boshqa qiladi. Shuning uchun azizlar, ehtiyot bo'lamiz. Olayotganda, boshqa aytganda, haqiqatan men har doim aytgan gapim, planingiz yo'qmi? Planingiz 5 yil, 10 yilga, 20 yilga taqilayotgan planingiz, u yerda haqiqatan mol-hol qilaman. Bu farqi yo'q, sentimi, o'yintimi, ejimi, lpxmi biz az boshsiz qotirib olayotgan bo'laman. Endi aytmasam ilojim yo'q-da, chunki bu terminlarni qonunda yozilgan. Uchastik bo'ladimi? O'shani siz obrobotka qilmasangiz, ishlatmasangiz, sizning maqsadingiz bo'yicha haqiqatan ishlatmasangiz, yomon ahvollarga, shtraflarga olib keladi kelajakda. Tushunyapsizmi? Men qo'shnim bir tarafdan yaxshi predsedatel bilan qo'shniman. O'tlarni o'rib qo'y, kecha ko'chalarni o'rib qo'ydim. Ko'chalar o'rib qo'y, shtobi nima qilsin deb ogohlantirib turadi. Ya'ni maslahat berib turadi. O'tgan yil, oldingi yillar yashamagan paytimda esa men u yerga borib, spesial har sezonda 2-3 marta o'rib turardim. Shtob o'sib ketmaslik uchun. Tushunyapsizlarmi? Qishloqlarga bu narsalar 31-yilgacha yetib borishi va 31-yildan keyin uskareniya qilishi mumkin, lekin birinchi hozir qishloq shaharchalarning atrofida, naslaniy punktlar atrofidagi sentlarga birinchi tegishadi, keyin asta-asta tarqaladi. Bilasizlar. Ehtiyot bo'lamiz. Nomer 826 постановление. Yandexga yozsangiz chiqadi.